Bir hafta savdoda sizlar uchun arzon narxda yaxshi Damas mashinasi 2025-yil 7800 km masofani bosib o'tgan akalar. Mashina holati zo'r holatda turibdi. Mashina pollargacha ham shunga qilingan, yaxshi diska, yumshoq, yangi bolalargacha ham qo'yib qo'yishdi. Salonlarni ko'rishingiz mumkin. Salonlar ham ideal holatda. Zavodskoy dina holatlar ham urinib qolmagan, ko'ri polli solingan magnetofon kolonkalari bor. 7800 km masofani bosib o'tgan. Temir gaz bo'loli uстановка qilingan. Motor, korobka, ходовой задний most qismlarida hech qanaqa muammosi yo'q. Yangi 2025 Damas mashinasi. Kraska holatiga keladigan bo'lsak, mana shu orqa krилоning yarmida petno, или mana shu orqa eshikdan kichkina petnosi bor ekan. Old eshik kraska, xo'p, kapalagida, mana shu oldin bordan shunday joyda kraskasi bor ekan. Ichlariga o'tmagan ekan, o'zingiz uchun tekshirtirib, pirerka qildirib olasizlar. Gerbli labolargacha ham qo'ydirib qo'yishibdi. Narxini esa sizlar mazza qilmanishingiz uchun bo'ladigan narxi sizlar xohlagan dokument bo'ladi. $6850 baholaydi 2025, 7800 km yurgan.